Abdurrahim doktor 1914-yili kuzda Qashqar shahridagi Molla Koshig'ari deb shuhrat topgan vatanso'yar o'lima Ilohun Alam Axunumning o'g'li Hasan Qo'shmaq Axun oilasida tug'ilgan. U boshlang'ich to'liqsiz va to'liq o'tir ma'rifini Qashqar shahrida egallab, bir tarafdan jadidchilik harakati bilan tanishsa, yana bir tarafdan Shvetsiya missionerlari tarkibidagi doktorlarga qiziqib qilib, kichigidilla doktorlikka ishtiyoq bog'lagan. Biroq u 19 yoshning qarisini olgan chog'dagi bir qitimliq voqea uning odam davolaydigan doktor bo'lish istikini ot va boshqa uy hayvonlarini davolaydigan mal doktoriga aylanish havasiga o'zgartirishga turtki bo'lgan. 1934-yili yanvarning qahrton sovuqi jondan o'tadigan bir kechasi Qashqar yangi shahar qo'rg'oniga bekinib olgan xoin tungan banditlari Xo'janiyaz hoji bilan Sabit Damollamning birlashishiga qarshi suiqasd planlab, o'zlariga sadoqat ko'rsatayotgan Atushliq Rustamni Atush Kattayloqqa avatib, Sabit Damollam Xo'janiyaz hojilarning otlarini yesun deb avatgan yam xashaklarning orasiga nama'lum bir xil suyuqlik bilan aralashtirilgan necha chelak suvni supurgi bilan ho'llab chechishga buyruq qilgan. Majuniyning yangi shahardagi sodiq navkari Mazixuy bu orqali Xo'janiyaz hoji bilan Sabit Damolla kuchlari orasida uqishmaslik, hatto surkilish paydo qilib, ikki tarafning o'rinsiz talash tortishlaridan foydalanib 2 oylik muhosirani bo'sib chiqib ketmoqchi edi. Chunki yangi shahar qo'rg'oni 1933-yili 22 noyabrdan e'tiboran qattiq muhosirga ilingan bo'lib, 2 oyga yetmagan qisqa vaqt ichida Asi tungallarning yam xashaklari va qarshilik kuchi xo'rab tugay degan edi. Shunga ularning yo taslim bo'lish yoki muhosirni bo'sib chiqishdan iborat ikkili tanlash qolgan edi. Shunlashqa ular vaqtdan utush va qechish uchun fursat paydo qilish uchun Atush orqali Qashqarga yetib kelmoqchi bo'lgan Xo'janiyaz hojining 1500 otliq askarlari bilan Sabit Damolla boshchiligidagi 3000 dak askarlarning orasida pishni chiqarishni planlagan edi. Ular xeli uzun qalli qaturish orqali oxiri Uyg'urlarning otlarini zaharlash orqali maqsadiga yetmoqchi bo'lgan. Ular bu razil ishni Satqun Rustamga topshirgan. Rustam Sepildan puxrachi yasinib chiqib, kechilab yo'l yurib, Atushqa mangdigan yo'l ustida yam qashak elib mangan karvonga yetishib elib, ular bilan birga mangan. Yerim kechidan oshqanda Rustam ularni uxlatib qo'yib, o'zi ularga vakolatan kechilik kuzatib turgan. Angacha Majansang avatgan boshqa g'alchilar nechichilak suvni tivish chiqarmay karvonning yeniga yetkazib bergan. Rustam qo'lidagi supurgini chilaklardagi suvga chilab, hamma yam xashaklarga to'liq sepib chiqqan. Attigini manzilga yetishga oz qolganda yana pam bilan ulardan ayrilib g'oyib bo'lgan. Shunda qilib Xo'janiyaz hoji va askarlari otlarini Kattayloqda aram oldirayotgan chog'da Sabit Damollam avatgan yam xashaklar Atushga yetib kelgan. Charchigan chopqur otlar Qashqar Bashkiram va Atushning quritilgan beda va pichanlarini obdan yeb tezla asliga kelgan. Biroq oradan bir necha kun o'tmayla otlarning ich surib og'izdan kupikchi yenishga boshlagan. Bu chog'da Majuniying va Majansangning Xo'janiyaz hojilarga qo'shib qo'ygan satqullari basbasda Sabit Damolla tarafning niyatining yomon ekanligini, otlarni zaharlash orqali Xo'janiyaz hojini Qashqarga berib Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raislik o'rniga o'ltirishdan to'sish maqsadi borligini hadab jar selib, har ikki taraf orasida bir maydon ishki surkilish paydo qilishga uringan. Baxtga yarasha Sabit Damollam necha kun ilgari Xo'janiyaz hojilarning ba'zi otlarining Atushning havosiga moslish bo'lolmay o'zgirib qolganligini anglab, maxsus bir necha tajribalik otchi va Hasan Qo'shmaq Axunni yam xashakning keynidilla Atushga avatgan edi. Shunlashqa bu ruhi qutluq odamlar yuqorqi fitna ikki taraf orasida surkilish chiqarishdan ilgari
atışqa yetib berib, dal vaqtida unumli tadbir qo'llanğaşqa Tungallarning yomon niyati amalga oshmagan. Xo'janiyaz hojimi bu voqea chiqishi bilanla o'ziga hadab o't quyruqlik qilgan chekimchilarni va pishnichilarni qattiq so'roqlab yurib, bu voqeaning tasodifiylik emas, balki Majansongning qetish planining bir qismi ekanligini anglab, bu satqullarni darga osgan. Shuning bilan behuda gumonlar tumandek tarqilib, bir qitimliq eg'ir pishni pasat va ishki urush xavfi yo'q bo'lgan. Bu ahvol dadisiga hamroh bo'lib otishga borgan 19 yoshlik yosh Abdurahimga qattiq ta'sir qilgan. Chunki u otasi va boshqa mol doktorlarining bir millatning tayanch harbiy kuchini saqlab qolganligidan ta'sirlangan edi. Shunga u Toshkentga chiqib o'qib, mol doktori bo'lishga ishtiyoq bog'lagan. To'limu afsus, Xo'janiyaz hoji va Sabit Damollalar kuchlarini yangidan birlashtirib, Qashqar yangi shaharni ozod qilishdan ilgari Stalin tarafidan qasdan Oqsu va Qashqarga qochirilgan Tungan bandit Majuniyning asosli kuchi Qashqarga yaqinlab qolgan Shumxabar yetib kelishi bilan tangla yangi qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatiga qarashliq barliq qurolli qismlar har tarafga tarqalib ketgan. Cumhuriyetning eng asosli tayanch kuchi bo'lgan bosmichilar qo'shini Yusufjon Qurbishining qo'mondonligida Toshmiliqqa chiqib ketib, o'z kuchini saqlab qolmoqchi bo'lgan. Shu vajidan Xo'janiyaz hoji va Xotan islom hukumatining Qashqar va Yakandagi qismlari muntizim Tungan qurolliq banditlarga teng kelolmay qolgan. Oqibat 1934-yili 6 fevral Qashqar shahri qo'ldan ketgan. Bir oydan keyin Yangisarmu qo'ldan ketgan. 1934-yili 12 aprel Xo'janiyaz hoji bilan Sabit Damollam va Muhammad Emin Bug'ralarning kuchlari chechilib ketib, uzunga qolmay Yakanmi qo'ldan ketgan. Yosh Abdurahim Qo'shmoq Mahmud Muhitining qismlari bilan billa dastlabda Yakandan Maralbeshiga chekingan. 1934-yili yozda Tungallar Qashqarni tashlab, Xotan islom hokimiyatini gumon qilib, Xotanda o'zlarining hokimiyatini tiklagandan keyin Qashqar tavasi Mahmud Muhitining qo'liga o'tgan. U shu yili 7-oyda Qashqar shahriga o'rinlashgandan keyinla xalq ichidagi ma'rif sarkillarini to'plab, oqartish ishlariga hamdamda bo'lgandan sirt Abdurahim Qo'shmoq qatorliq bir qism tirishchan yoshlarni Urumchiga mol doktorlik, buğaltırlık, harbiylik ve dehqonchilik kasbida bilim oshirish uchun avatibli qolmay, yana Sayfiddin Azizi qatorliq 8 nafar Uyg'ur yoshni Toshkentga o'qishga chiqargan. Abdurahim Qo'shmoq 1937-yili a'lo natija bilan o'qish bitirib, Qashqar shahriga qaytib kelganda vaziyat to'limi murakkab edi. Qisqagina yarim yil ichida Qashqar shahri Maxusan bilan Abduniyaz Kamalning qo'liga o'tib, orqadilla Sovet Qizil armiyasi tarafidan ishg'ol qilinib, yil oxirida Isoqbek Qashqarni, Mavlanov bo'lsa Xotanni Shingsayga vakolatan idora qiladigan bo'lgan. Abdurahim Qo'shmoq 1937-yildan 1942-yilgacha tarixiy tartib bo'yicha Abduniyaz Kamal, Maxusan, Isoqbek, Mavlanov ve Shingsay atlık qismlarining harbiy atlarini parvish qilib davolaydigan mal doktori sifatida xizmat qilgan. 1943-yili Jallat Shingsayning davlat terrori butun Sharqiy Turkiston miqyosida avjiga chiqqanda Abdurahim Qo'shmoq Yakandagi Angliya konsulxonasidagi tibbiy xodimlarning xolis yordamida Uyg'urlarning Kashmirdagi savdo vakili salohiyati bilan vatandan ayrilib halokatdan qutulib qolgan. Jallat Shingsay 1944-yili sentabrda yo'tkab ketilgandan keyin Abdurahim Qo'shmoq Qashqarga qaytib kelgan. 1946-yili Gomindang taraf uni tashqi savdo noziri qilib vazifaga tayinlagan. 1947-yildan 1949-yilgacha Qashqar shahri yana bir qitim qattiq davolg'ushga duch kelgan. Xizmat qilish jarayonida
qu Xitoylarning mohiyatini obdan bilib qolgan Abdurahim Qo'shmoqmi noiloj yurtini tashlab 1949-yili kuzda Muhammad Emin Bug'ralarning karvoniga qo'shilib Kashmirga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Chunki u shu chaqqicha mal doktorlik salohiyati bilan oshkora xizmat qilayotgandek ko'rinsimi, biroq uning qalami kuchlik bo'lg'achqa Mahmud Muhitining Sovet ittifoqiga va Shinsayga qarshi tashviq varaqalari va nomsiz xatlarini yozganlar ichida umi bor edi. Gomindanga qarshi tashviqotdimi uning yetarlik hassisi bor edi. Shu vajidan Qashqardagi keskin vaziyat Sovet ittifoqi va gomindangchilarning jasuslari uni bayqab kelib qo'lga elishdan ilgari uni vatanidan chiqib ketmasa bo'lmaydigan holga keltirib qo'ygan edi. 1949-yilning oxirgi minutlarida eng oxirgi qitim yurtiga uzoq nazar solgan Abdurahim Qo'shmoq va boshqa muhojirlar 1950-yilning boshlari kaynidan Kashmirga to'plangan. Abdurahim Qo'shmoq ustim mal doktori va qalami kuchli kishi bo'lg'achqa shu yil yozda Kashmirga ziyoratga kelgan Saudiya Arabiston hukumatining ziyorat o'mikining taklifi bilan oila bo'yicha Arabistonga borgan. Abdurahim Qo'shmoq ayoli va aksi bilan billa Makkada o'ltiraqlashgandan keyin aksi Abdumid Qo'shmoq bilan billa Arabistonning otliq askarlari uchun to'limu nafis va aplik egar jabduqlarni qo'lda yasab berib danq chiqargan. Egar jabduqlarni yasash ularning jamoat hunari edi. Ular bir umr mushu kasb bilan tirikchilik qilgan. Ayni chog'dagi Makkada nurg'un yetim yesirlar va kambag'allar to'lib ketgachga ular ziyon tortsimi chidab turib xo'shallik bilan yo'qsullarning dardiga darmon bo'lishni davomlashtirgan. Keyincha ular Taif shahriga ko'chib kelgandan keyin Abdurahim Qo'shmoq Haj vazorati tarafidan Minodagi hojilarning chedir ishlari mudirligiga tayinlangan. U shunchalik astoydillik bilan xizmat qilganki, u mudirlik qilgan mezgilda Minoda hojilarda ezib qilish, talada yetib qilish, osh qilish va dasilib ketish ahvollari asosan ko'rilmagan. Abdurahim Qo'shmoq apandi 1951-yildan boshlab taki vafot bo'lguncha ona yurtidan kiradigan hojilarning yo'liga talmirib qarab yurib 1977-yili 9-iyul oxirgi hayotini alam va hasrat bilan oxirlashtirgan. Abdurahim Qo'shmoq apandi vafot bo'lgandan keyin vasiyatiga asosan Hazreti Abdullah ibn Abbas raziyallohu anhuning mazrig'i dafn qilingan. Shundan beri taki 2016-yilgacha haj qilish uchun Makkaga kelgan har qanday o'yg'oq va ma'lumotli Uyg'ur hojilari marhumning tuproq beshini ziyorat qilishni unutib qolmagan.